Assalomu alaykum kuzatuvchilar. 12 fevral bugun. Mavzuimiz uzum ishqibozlariga mana bahor kelishdi boshlab, mana yaqin ishlar boshlandi. Birinchi o'rinda hozir uzum bo'yicha hamma xonadonda harakat, uzum kesish. Hop, mavzuimiz vertikal uzum yaratish vertikal sxemada. Bu usulimiz faqat dalalar uchun emas, mana uy sharoitida ham vertikal uzum sxemasini yaratishimiz mumkin. Juda qulay, arzon tushadi. Mana erkanli holatda yaratiladi, tarbiyalanadi surxlarda. Bo'yi 1,82 metr. Tarash usullari vertikal taraveradi. Birinchi surx, ikkinchi surx, uchinchi surx mana qistirib qo'yiladi mana shunday. Juda qulay. Shu yerga tegib uzumlar bo'laveradi xohlasa. Buni katalogi bor, meva sog'an paytidagi, buni ham ko'rsataman. Tumbani mana qatirib yerga bir metr bir lapatka kovlab beton quyilgan, ustiga tumba qo'yib beton quyilgan va planka bilan turba qatirganmiz. Mustahkam bo'ladi o'ta. 51, 1,5, 2 metr 4 qator sim tortiladi. Hop, mana bu oldimizda soyavon sifatida baland 4 metr 5 metrlik o'rtoqlarga qilish urib bo'lgan, masalan, xonadonlarda hech qancha uzum hozir 4 sotik 6 sotik ko'p yangi uchastkalarda hech qancha uzum olisha olmaydi. Qayga eksam ekan degan savollar bo'lishi mumkin. Огородlarga mana chekkalariga, mevalar orasiga mana shuna qilib, mana shu mevani orasiga ham sim tortib qo'yib mana uzum olganmiz. Bo'laveradi. Orasi bekor 3 metr bo'sh yotgandan ko'ra orasiga sim tortib, orasiga mana uzum bo'laveradi. Mana shu ikkita qo'yganmiz, sentabr amal olyapti. Ko'klayapti. Plenkalar yorib chiqibdi. Ikkita payvand. Hop, endi огородimizning nari chekkasini ko'rsatamiz. Mana o'rtoqlar, огородimizda kunbotish tomoni qator bu tomonda mana shu usulda 12 metr 12 kutub uzum joylashgan. Buni afzalligi kam xarajat. Qulay hamtok qilishga. Eshak qo'yib tevaga chiqib, hozir ayollar ham qaralmaydi. O'zingiz ishda olasiz. Hamtok qilish ham muammo, uzum uzish ham muammo. Mana shularga yangi surx ekdik. 2 qator qilib, nari tomoniga ham 2 qator usulda endi qilamiz. Oldin bir qator edi, hozir 2 qator usulga o'tamiz. 2 qator usulda qanday shu tarashni hozir yana tushuntirib o'tay. Mana shu stoykalarimizga mana shu sim tortadigan yerga qanot qo'yamiz. Uvolnikdan bega ham qanot qo'yamiz. Har bitta sim qatoriga 4 qator sim maydan tortiladi shunda. 4 qator sim shu yerdan tortiladi. Bu yoqqa tortilaveradi, taralaveradi. 2 qator, bir qatorda o'rniga. Bir qatorda o'rniga 2 qator hosil olasiz. Quyosh tushaveradi shunda. Ketma safi uzumimiz mana bu. Bu yerda toifalarni chiqarib tashlab, mana F1dan ekdim. O'zimda ham bor. F1 kelin bormag'am deymiz. Endi mana shu yerda uzum qanday bo'ladi degan savollar bo'lsa, hozir mana katalogi bor edi, men ko'rsatib o'taman sizlarga. Uni ham rasmini. Xo'p. Ekish uchun oldingi uzumlarimiz mana shu yerda bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Mana shu meni bo'yim. Obnobot. Mana ular toifa edi mana pastda.
kelin barmog'imiz. Mana bu yerda oyoq e'tibor bersangiz, uzumlar qayda turibdi. Tizza bo'yida uzum. Bu navbatimiz mana nari tomondagi. Seyin qizil uzumlarimiz mana. Qatorni boshidagi. Xudo xolasa bu yil mana bu yilgi mevalardan xudo xolasa ko'rsatamiz. Bu yerda qanday hosil bo'ladi. Xudo xolasa, Xudo bersa. Kuzatinglar, mana shunga o'xshagan foydali tavsiyalarimiz kundan kunga yoritib boriladi, berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.